Yo, hammaga salom, assalomu alaykum, master. Ko'rdim, kecha qo'ygan videolarim yaxshiroq prosmotr yig'ibdi, lekin like kam bo'pti do'stlar. Shunisidan men xafa bo'ldim. Shunisidan men xafa bo'ldim. Nimaga degani, chunki men zo'r qilib qurgandim. Bilay yotoqqa boraylik. Bilat qachanga bir gilam topadin deb o'tirgan bo'lsanglar, chipponi ekranimiz, chipponi u bo'q rangligini olamiz dagini, bo'q joyiga bitta qo'yib qo'yamiz, chippa borib chippa uxlaymiz. Yaxshi bo'ldi. Hozir men sizlarga kecha ko'rsatgan o'rtasiga archa qilaman degan joylarni ko'rsataman. Bilan men ham buzib ketibman-ku. Billa. Chichorganskiy qilibman o'zim. Bu blog boshqa blog. Menga poxoy blog. Men buni hech kim sezmagandi. Sizlarga aytdim. Do'konchani. Ishigim o'ziga xos, tayyorlaninglar. Pom 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 paron. Sifanjan. Bo'ldi. Mana bu suvosti shoxining beti apti. Sifanton daranan saranano pom 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 pororo dararan mana hey, mana vizorlar, mana bular rasmini qo'yganman. Mana bu yerda yer osti yo'li u yoqqa o'tishgan. Mana bu yerda dasturxon. Mana ustiga chiqib ketamiz hozir. Mana yerda eshikchalar. Bu yerga jitellar qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlarga ham shu nima desam endi, shu men qilganman-ku. Nima desam bo'ladi endi? Ana shu. Mana shu ideyani sizlarga ham taklif qilaman. Managa tushib olasizlar, jitellar qo'ysanglar, yurakdalar chiqib ketmaydi. Masalan, mana uni aqllilar, o yaxshi. Boshqalar chiqib, birat qochib ketaman deb o'ylamang. Mana shunday, nega tarilkani qanday qilaman desanglar, mana o'zi narsa qo'yadigan bor-ku. Ana o karavat rasmi turganda bo'ladi. Derazani oldini yopib qo'yapti. Mana shunday rasmlar bilan to'ldirganman. Ichi dahshat chiroyli, to'g'rimi? Bu yerga qo'yib ketgan. Mana, ochiq turgan havo olmash uchun. Tomosha qilib yurasizlar. Mana o nima deydi? Shunaqa joylar bo'lar-ku, nima deyardi? Rassom joyimi? Bilmayman, короче. Dahshat deb o'ylayman do'stlar. Like bosib obuna bo'lib ketasizlar. Bayroqlarni o'zim bittalab mana inventarimni ham turibdi. Hali mana yerdan katta TNT bilan portlatib, mana bu yerdan bitta kema quraman. U mana bunaqa kema bilan. Qaroqchilar kemasi. Ataylab oq rang, qora rang topib, mana bunaqa qog'ozlar topib, vobshim qiynalib ketdim. Короче, zo'r do'stlar, to'g'rimi? Like bosib o'tasizlar. Mana ichkaridan qarasanglar, yaxshi dahshat. O'zim ham buni qorbobon chanasi qilmoqchi edim, lekin
Shu narsa kalamga kelib qoldi. Faqat ana ichidagi archaga yulduzcha qilmaganman. Mana yulduzcha qilmaganman, unaki bezak qilmaganman. Chunki bezak qo'yolmadim, qo'yib bo'lmadi. Men bu yerim ochiq, bemalol qo'rqmasdan kirib ketaveringlar. Qayerdan kelding desa, yo kimning nomidan kelding desa, Mastercraftning nomidan kelding desanglar, 35%miz 165% sizlarga chegirma qilib beradi. Bemalol yeb, ichib ketaverasizlar. Mana bu yerdan yo'lak qilaman. Bu yerlarni kechasi qurib chiqdim. Bugun 29 bo'lsa kerak, yo bugun 28 mi? Billa ko'rsatmayapti. Mana shu yerda mana yo'lak qilib boraman. Lavaga bitta cho'milib chiqay. Cho'kmadi. Mana. Do'stlar, Короче, yaxshimi, yomonmi? Necha baho berasizlar? Like bosib ketinglar, iltimos sizlardan. Endi like bosmasanglar bo'lmayapti, u bilasizlar. Biz ham endi kanal rivojlantirishimiz kerak. Bitta qolib ketdi, uni ham qilib qo'yamiz. İşte. Break'te endi kamchiligi bor. Break'te joylarga chiqib ketib qolar. Hech qanaqa kamchilik bo'lolmaydi. Qaroqchilar bayrog'ini olib qo'yaman. Mana bundan yasadim bayroqlarni Lumda. Bu qayerda bilasiz desanglar, agar sizlar ham telefonga Minecraft yuklasanglar, ya'ni karavotchani rasmi turganga bosasizlar, reston richaklar oldi biladi. Men buni birinchi ko'rganimda big'ish deganman, chunki shunday deb o'rganganman yoshligimdan. Big'ish. Undan keyingi qaranglar, mana shunday qilasizlar sizlar ham. Agar mendan ko'chirmasanglar, ish qilib meniki agar meniki bila buzordi, men to'g'rilayman uni. Meniki qilmoqchi bo'lsanglar, mana bu suv quygandan keyin ustiga lyuboy bitta barg qo'yinglar. Maslahatim sizlarga tayganikini qo'yinglar, chunki tayganikida mana bunaqa barglar katta mayda tikan barglar. Nimaga desanglar, chunki bu yoqdan suv kelganda urug'lar mana shu yerga tushib qoladi. Agar bu yerdan yopsanglar, mana boya ko'rganlaringiz ustidan o'tib ketadi, mana. Mana bular ichida ham bor, mana. Qara. Mana. Ko'rdinglarmi, buni foydasi bor. Faqat tez turib qoladi. Faqat sandiqlarga o'tmayapti nimagadir. Sandiqlarga o'tmayapti. Hamma o'zim solib chiqaman. Lekin sandiqlarga o'tsa dahshat bo'laydi-da. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Like bosib obuna bo'lib ketinglar. Mana bunga necha baho berasizlar? O'z o'rtasida bo'lish kerak edi. Bo'lingan trudi ham men 2 ga ajratdim. Bu yerda hali bir kinomi, shuna qiziqarli narsa olaman. Hammaga xayr, like bosib obuna bo'lib ketinglar, iltimos sizlardan. Undan keyin Fezotjon kanali ham bor. U Minecraft haqida ham video chiqaradi. O'sha kanaliga ham obuna bo'lib ketinglar. Fluxo kanaliga ham obuna bo'lib ketinglar, iltimos sizlardan. Ular menga yordam beradi. Shu idealida, narsalarda har xil maslahatlar beradi, gaplashamiz. Sizlardan iltimos, eng muhimi Fezotjon ukamizni kanaliga, akamizmi yoshini ham so'ramaganman, kanaliga obuna bo'lib ketinglar, sizlardan iltimos.